Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Men bugun sizlarga Koreyaning eng mashhur aktyorlaridan biri Lee Min Honing hayoti va ijodini yoritib beraman. Videoni boshlamasimizdan oldin esa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Lee Min Ho 1987-yil 22-iyunda Janubiy Koreyaning Seul shahrida tug'ilgan. Uning oilasida onasi, otasi va bitta singlisi bor. Min Ho yoshligida futbol o'yinchisi bo'lishga umid qilgan, ammo boshlang'ich maktabning 5-sinfida olgan jarohati bu orzularni barbod qildi. Shunga qaramay, Lee Min Ho hali ham futbol bilan shug'ullanib kelmoqda va Naldohini eng sevimli o'yinchisi sifatida eslaydi. Uning faoliyatiga keladigan bo'lsak, Lee Min Ho o'rta maktabdagi faoliyatining 2-yilidan e'tiborini aktyorlikka qaratdi. Lee Min Honing o'rta maktabda o'qiyotgan yiliga kelib, u tanishlarining yordami bilan Star House Entertainment'ga qo'shildi. U sinovlardan o'tgandan so'ng bir qancha mayda rollarda, dramalarda rol o'ynashni boshladi. Uni asosiy mashhurlikka yetaklagan rol bu Gu Junpyo roli hisoblanadi. Ya'ni Boys Over Flowers, Guldan go'zal yigitlardagi bosh roldagi Gu Junpyo bosh roli uni mashhurlikka yetakladi. U o'sha paytlarda doimiy ravishda Janubiy Koreyada 30% dan yuqori baholarni ola boshlagan edi. Lee Min Ho hozirgi kunlarda Konkuk universitetida film va san'at yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlaydi. U 2011-yilda mashhur The City Hunter, ya'ni Shahar ovchilari serialida rol o'ynadi. Ushbu drama Tsukasa Hojoning yaponcha mangasiga asoslangan hisoblanadi. Uning dramadagi hamkori Park Min Young edi. Ular bir-birlari bilan taxminan 5 yil davomida tanish bo'lishgan va bundan oldin KBS 2ning 2007-yilda ishlangan I Am Sam, ya'ni Men Semman dramasida birga o'ynaganlar. Internetdagi manbalarning aytishicha, Lee Min Ho va Park Min Youngning boshqaruv agentligiga ko'ra The City Hunter, ya'ni Shahar ovchilari filmini suratga olish jarayonida ular bir-biriga nisbatan hissiyotlarni rivojlantirgan. The City Hunter dramasi tugagandan so'ng ular jiddiyroq munosabatda bo'lishgan va turmush qurishgan degan ma'lumotlar bor ekan manbalarda, internetdagi manbalarda yozilishi bo'yicha. Men bu haqida deyarli aniq ma'lumotlar to'plashga harakat qildim, lekin ayrim manbalarda ular turmush qurgan deyishsa, ayrim manbalarda esa ular turmush qurishmagan degan yozuvlar chiqib kelmoqda. Shuning uchun noaniq ma'lumotlarga tayangan holda men hozir bir nima deyishim qiyin va u turmush qurganmi yo'qmi u haqida bir gap ayta olmayman. Lekin o'zim ishonchim, ya'ni o'zimning fikrim bo'yicha u Instagram va boshqa sahifalarda o'z oilasi, turmush qurganligi haqida hech qanday ma'lumotlar joylamagan va menimcha u hali turmush qurmagan deb o'ylayman. U 2009-yilda o'zining Boys Over Flowers filmidagi Gu Junpyo roli orqali Koreya va Osiyoning ba'zi qismlarida juda ham mashhurlikka ega bo'ldi. Bu roli orqali Min Ho 45-Baeksang Awards da eng yaxshi aktyor mukofotiga sazovor bo'lgan. Uning teleseriallarda taniqli bosh rollari The City Hunter, ya'ni boya aytganimdek Shahar ovchilari, The Heirs, ya'ni bu vorislar, keyin Legend of the Blue Sea, ya'ni Moviy dengiz afsonasidagi rollari hisoblanadi. Min Honing Osiyodagi televizion seriallaridagi muvaffaqiyati uni butun jahonga yulduz sifatida taniltirdi. 2018-yil iyun holatiga ko'ra Min Ho Twitterda 3 million, Weibo va Facebookda esa 29 va 17,4 million muxlisga ega. 2014 va 2015-yillarda Lre Xitoyning ko'ngilochar jurnali tomonidan o'tkazilgan
Osiyo erkak xudosi degan nomga sazovor bo'lgan onlayn so'rovda qatnashdi. To'g'risi bu onlayn so'rov haqida birinchi marta eshitishim. 2017-yilda esa Lee Min Ho AQShdagi Koreya to'lqini muxlislari tomonidan eng ko'p ko'rilgan koreys aktyori sifatida tan olindi. Mana azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim mana shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyalaringizni yozishni unutmang va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Menga ketkazgan va mening kanalim uchun ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat.